Assalomu alaykum. Taraflar dasturi. Siz ushbu taraflar dasturini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Farida Afrozni YouTube kanalida tomosha qilasiz bugundan keyin. Va bundan biz juda ham xursandmiz. Ijtimoiy tarmog'ingiz, aynan boshqa ijtimoiy tarmoqlaringiz yurardi, YouTube kanalingiz yo'q edi va YouTube kanalda bu dasturni davom ettirayotganimizda va har hafta YouTube kanaliga sizni chiqishlaringiz bardavom bo'lishini tashkillashtirganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Rahmat. Mana xursandman. Anchadan buyon gaplashib yurgan edik. Lekin vaqt soati shu vaqt ekan. Endi astoydilman, Xudo xolasa. Chunki bu oqimda oqmasang ilojing yo'q. va sizga sog'lik va nima deydi, ijodiy ilhom tilash bilan birgalikda kayfiyat tilayman. Chunki aniq bilaman, siz kayfiyat bilan bog'liq. Ba'zida qo'ng'iroq qilganimda og'zingiz o'zgarganini bilsam, o'zim uchun bilaman-da, Farida opam sog'lom, hech qayta og'rimayapti, faqat kayfiyati yaxshi emas. Shunday. Kayfiyat kasari deyman. To'ppa-to'g'ri. Ruhiy bir qanaqadir olamingiz bor-da, o'shaning uchun ham bugun mana shu dasturni ruhiy holat bilan boshlab shu bilan shu mavzuda aylansak, bunga siz yengilroq gapirasiz-da. Biz gapiramiz, kimgadir tegadi yoki nimadir deb yozishadi. Aslida hamma gaplaringiz odamlarga qattiq botmaydi ham, tegmaydi ham va sizniki nimagadir ayollar, erkaklar, yosh bolalar, kattalar tanlamasdan gapirasiz. Hammaga tushib ketadi. Biz muayyan bir qanaqadir muayyan bir yoshdagilarga gapiramiz. Chunki suhbatlarimizni sharhini o'qiyman-da. She'rlaringiz boshqasini katta, kichik, ayol, erkak yozib ketadi. Lekin mani savollarimga kelsam, nimadirlarda ki aytaman, ba'zi shunaqa insonlar bo'lar ekan, ular na jins tanlaydi so'zlari, na yosh tanlaydi. Shunisiga siz orqali buni tushuntirsak, ruhiy holat qanaqa o'zi va ruhiy holatga odam yoshi katta bo'lgandan keyin bu e'tibor beradimi? Qarang, insonni ikki xil qarindosh bo'ladi. Biri tanangni qarindoshlar, mana shu vujudingni qarindoshlar. Demak, otang, onangdan tug'ilgansan-ku va sen bilan shu ota-onang dan birga bir qorindan talashib tushgan deydik. O'sha aka, ukang, opa, singillaring va seni tanangdan bir vujudingdan paydo bo'lgan bolalaring. Mana shular seni Qarindoshlar. vujud qarindoshlar, tanani qarindoshlar. Ikkinchisi bo'lsa ruhiyni qarindoshlar. Qarang, o'shaning uchun ham mahalliy kayfiyatim tushib qolgan paytda o'sha tanamda qarindoshlari sal bir narsa deb xafa qilib qo'ygan bo'lishi mumkin bularda. Endi unaqa narsalar juda ham kam bo'ladi, lekin baribir ham ruhingni qarindoshlari doimiy bir-biringni izlaysan, sog'inasan. Nega mana tanani qarindoshlaridan aka-ukalar oqibatsiz yoki bir hovlida katta bo'lgan bolalar keyin tarqab ketib bir-biri bilan yuz ko'rishmas bo'lib ketadi, arzimagan narsalar bilanda. Yo'q o'rtada juda ham tafovutlar yoki jarlar paydo, tog'lar paydo bo'lib qoladi-da. Vaholanki bitta ota-onadan tug'ilgan farzandsan. Unga hamma hayron bo'ladi. Nimaga shunday, nega shunday deydi-da. Aytamanki, inson u seni ruhiyni qarindoshi emas, faqat tanangni qarindoshi. Demakki, uni tanang bilan javob ber unga. Oyog'ing bilan yurib bor, tiling bilan yaxshi gapir, qo'ling bilan nimadir sovg'a ber. Bag'ringga ikki qo'lingni bag'riga bos. Ana shu davosi. Endi ruhni qarindoshi qarang. U siz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Balki u Amerikadadir, balki Afrikadadir. Siz kimnidir yaxshi ko'raverasizda, unga intila boshlaysiz. Bunga isbotlar Imom Buxoriylar, At-Tirmiziylar, Zamaxshariylar, Rumiyni otalari bular, bu hammasi Ibn Sinolar mamlakat yurib ketishga sayohat o'ziga ruhini qarindoshini izlab ketgan. Rumiylar Shamsdan izlagani kabi. Ana ularning o'rtasida ularda talofat bo'lmaydi. Ruhiy qarindoshlarida gaplashib maza qilasiz. Gapirmasdan maza qilasiz. Bir piyola choy ichsiz ham ahamiyati yo'q. U ruhiy qarindoshingizga siz tanangizni umuman nima kiygansiz, nima taqinchoq taqqansiz,
semizmisiz, ozg'inmisiz, uni ahamiyati yo'q sizga. Qanday holda sizni qalbingizni ko'radi. Ana shu ruhning qarindoshlari atrofingda ko'proq bo'lsa, ham yashaydi. Aytadiki, buyuklarimiz aytadi, aqlning deydi, rivoji halokatdir deydi. Ruhning nimasi deydi, rivoji deydi, halovatdir deydi. Aql o'ylab topadi, u rivojlangan sari bombalar o'ylab topamiz, viruslar o'ylab topamiz va dunyoni halokatlarini, ana tsunamilar tashkil qilamiz, o'zimiz qilamiz bu narsalar, shamollar, bo'ronlar qilamiz. Biz o'sha aqlniki u. Mo'ljal bilan qilinadi bu, reja bilan. Ruhiyatni deydi, ko'ngilning halovati rivoji deydi, bu halovatdir deydi. Ana shu ruhingni halovatini izlasang, demak sen ko'ngling bilan yashaysan. Ko'ngling bilan yashadingmi, demak to'g'ri yashaysan. Ko'ngil aldamaydi. Merosho, ko'ngil aldamaydi. Chunki u dunyoda ham agar bir buyog'ini oladigan bo'lsak, u dunyoda ham bizdan hech qanday masjid qurdingmi, ehson qildingmi mingta odamga yoki bo'lmasa uy qurdingmi, ko'prik qurdingmi, mayli, ularda ham savobi bor, ularda yo'rig'i boshqa narsalar. Lekin so'roqda, asosiy so'roqda aytilar ekan, kimni rozi qilding? Kimni sevding derkan? Kimga mehr berding derkan? Mana bu dunyoni mana shu o'ylab ko'ring, mana shu viruslar. Qarang, bitta zarracha ko'zimizga ko'rinmaydigan zarracha virus bizni nima qildi? Butun dunyoni uyga olib kirib qo'ydi. Hammani o'tirgizib qo'ydi. Aqlli falokatini qarang. Aqlli falokatini qarang, nima bo'ldi? Lekin qarang, shu yerda kim tirik qoldi? Kimlar tirik qoldi? E'tibor qilgan bo'lsak, men atrofimda aytaman. Uyda kasalxonaga yotmasdan, uyda ko'proq yotganlar, mehribonlarning yonida yotganlar tezroq bo'ldi, yengilroq bo'ldi o'ylayman. Chunki og'ziga ovqat tutdi, orqasini siladi, oyog'ini bosdi. U yerda yolg'izsan. Mehr shunaqa narsaki, bu dunyoni faqat mehr qutqaradi xolos. Yana endi internetlarda aytilyapti, bu yashirin gap emas. Yana viruslar kutilyapti ekan. Bunda faqatgina bilasizmi, kimlar ketar ekan? O'sha negativ, yomon fikr o'ylaydiganlar. Birovni faqat yomonligini ko'radigan odamlar qirilib ketar ekan. Agar siz muhabbat bilan qolganlargina qolar ekan. Demak, shuni o'ylab topishyapti hozir. Dunyoni negativ, yomon fikrlaydiganlar, teskari o'ylaydiganlar, ular dunyoni mehvarini to'xtatishga harakat qiladi. Arabasini orqaga tortadi. Shuning uchun ham faqat yaxshi ko'ring yashash kerak. Mayli siz bo'ling, mayli bolam bo'lsin, mayli bir uyimdagi bir mana bu stakanim bo'lsin, suvim bo'lsin, o'tim bo'lsin, hammasini yaxshi ko'rish kerak. Ana o'shandagina siz erkin yashaysiz. Sevgan odam erkin yashaydi. Ko'p narsalarga, atrofidagi ko'p ikir-chikirlar, mayda mish-mishlar yoki bir past baland, kamchilik, yo'qchiliklarga e'tibor bermaydigan bo'lib qoladi. Ozod yashaydi. Qaniydi, faqat ozod yashasang, sevib yashasang. Mana qarang, misollar bilan yaxshi tushuntirib berdingiz-da, lekin bir narsani o'ylab qolaman. Juda ko'pchilikdan suhbat qilganimda, bugun mehr kam, oqibat kam degan narsalar bor, ruhiy aniqaga borib taqaladi. Bular qayerdan kelgan gaplar? O'zida yo'qligidan. Agar men sizni shu qadar yaxshi ko'rsam, siz bizning munosabatimiz oynak-ku, buni 1000 yildan oldin hamma nimalar aytyapti. Faylosuflar aytib ketgan. Aks qonundir. Biz aks qonuni. Biz men sizni yaxshi ko'rsam, mehr bersam, siz albatta oynak-ku. Oynak o'sha darajada qaytarasiz. Masalan, kulsang kuladi, yig'lasang yig'laydi-ku oyna. Xuddi o'sha qadar 100% siz menga bugun bermasangiz ertaga berasiz. Ertaga bermasangiz boshqa kun berasiz. Chunki siz qachondir oynaga qaraysiz-ku, oynaga qaraysiz.
balki teskari qarab ketgandirsiz, balki yonboshdan ko'rgandirsiz, to'liq ko'rmagandirsiz. Kimniki mehri, muhabbati kam, demak buni o'zini birovlarga bo'lgan mehr va muhabbat ekan. O'zingni. Men aytaman-da, uchrashuvlarda yigitlar ko'p bo'lsa, sizlarga aytaman, bolam, agar ishing yurishmay turgan bo'lsa, bilingki, ishingiz yurishmayapti. Nima qilsangiz ham yurishmayapti. Pul kelmayapti, do'stlaringiz xiyonat qilyapti, kimdir bir narsa yo'lingiz ochilmayapti. Bilingki, duoingizni kamayib qolgan. O tezdan duoni kuchaytiring. Mashinangizga benzin kerak-ku. Shu benzin qo'yib oling, bu mashinangizga deyman-da. Qalbingizga, o'sha omadingizga, omadga benzin quyib olish kerak. Uni benzin o'sha omadni yopilosi bu ota-onaning duosi. Ota-onang yo'q bo'lsa, o'sha amaki, xolalarniki, ammalarniki. Onangniki xola va tog'a. Ana ulardan olish yoki yaqin o'rtangdagi mana eng zo'r duo ayolini duosi. Bolalarini duosi erkakka. Ayolga bo'lsa erini roziligi, erini duosi. Bolalarim roziligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot etayotganlarida yonlarida o'sha sahobalar yig'labdi-da. Endi siz bizni doim panohingiz asrab turgan edingiz, Allohdan bizga shafiy bo'lib turgan edingiz balo qazolarimizga. Endi biz nima qilamiz, Hazrat deganlarida men bir duo qoldiryapman. 63 yoshdan o'tgan har bir odamning duosi 100% o'tadi, sizlar duo olinglar degan. Mana buni bilgan, mana bu islom universitetlarida o'qigan, bu hadisni bilgan bolalarimiz duo qilib bering. Duoingizni oling. Ko'chaga chiqib duo bilan chiqib ketadi o'g'lim. Duo bilan ishini boshlaydi qizim. Yo mayli desangiz, yo'q, hech iloji bo'lmasa telefonda bo'lsa ham duomi oladi. Shekil 60dan o'tdik, 60dan o'tdik. Mana shu narsalarni bilmaymiz-da biz. Mana bu go'zal tarozilar bor-da. U juda ham tarozi zo'r ishlaydi. Elektron tarozi desa ham bo'ladi. Ular bu tomoniga tashlaysiz, bu tomonni to'g'rilaysiz, buni to'g'rilaysiz, buni to'g'ri ballab desa bo'ladi. Ilohiy qonunlarda endi. Ilohiy qonunlar bular. Buni buzdingiz ketdingiz-da. Lekin buzmaslik nihoyatda oson va jo'n. Uni bilsangiz bo'ldi. Va oson, qiynalmay, mazza qilib yashaysiz. Va eng zo'ri, atrofingizga o'zingizga o'xshagan odamlar to'planib qoladi. Sizga o'xshab fikrlaydigan, sizga o'xshab yaxshilik ko'radigan, sizga o'xshab sevadigan odamlar. Ajoyib. Va bugun mavzuyimiz ruhiy holat bo'lgani uchun yana aytmoqchiman, yuqorida ruhiy holatingizda ozgina o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, sizni chalg'itadiganlarni u qadar gapirmasdan o'tib ketdingiz-da. Syomkadan avval gapirdingiz. Mana shu qiziq bo'ldi. Mana shuni gapirib bering. Ruhiy do'stlaringizni qutqarishi juda menga yoqdi shuni. Buni men hamma vaqt Xudoga shukrki, bu tashxis qo'yilsa, tekshiruvlardan doim hamma nimalarim yaxshi chiqadi-da. Analiz deydimi? Shular hammasi yaxshi chiqadi. Lekin ko'pincha xuddi bir og'ir kasalda yotib qolaman. Bag'rimni ko'tarolmay qolaman. Shu vaqtlarda mana o'sha ruhiy do'stlarim bor-da, ruhiy do'stlar. Do'stlarim, endi odam do'sti ko'p bo'lmaydi. Tanishlarim, dugonalarim, bilasizmi, qanaqa dildoshlarim ko'p. Lekin ular ichida englar bor. Bunda qarindoshlar, dugonlar. 3-4tasi erkak kishi, 3-4tasi ayol kishi. Bizda o'sha o'tirganimizda biz esimizdan chiqib qoladi. Kimligi. Masalan, aytaylik, Zulaxo Barxonova, Ra'noya Rashidova, Dildora Alimbekova bor. Biloraxon, mana Abduhoshim aka, Mirzaxali, Tolibjon Isroili, Murodil Abdurahmon, va shunga o'xshagan Feruzaxon. Mana shunaqa odamlarim borki, uydan sudrab meni bilishadi-da, sudrab olib chiqib ketishadi. Yo'q, men bormayman, hech jihatga bormayman deb turaman. Yo'q, bormasangiz bo'lmaydi. Turasiz deb kiyintirib o'zlari
ushlab ikki tomonidan itarib darvozadan mana shunaqa qilib olib chiqib ketgan vaqtlari bo'ldida va butunlay boshqa odam bo'lib qaytaman. Bilasizmi, ruhiyda qarindoshlar hech kim ozor bermaydi. Chunki u avaylashni biladida. Sen o'sha odamni xafa bo'lishini xohlamasang, sevgan odamingni xafa bo'lishini xohlamasang, sen o'zing xafa qilmasing kerakda. Uni qilmasing. Seni xafa qilishini xohlamasang, sen uni xafa qilmasing kerak. Hali aks deganda. Mana shunaqa holatlarim juda ham ko'p bo'lgan va Xudoga shukr, shunday odamlarim borligidan judayam xursand bo'laman. Bittasi siz. Rahmat. Bu do'stlaringizni safida bir marta bo'lganman va ruhdoshlaringiz va shunaqa menga yoqqan va doim sog'inaman. Siz o'g'limmisiz, do'stimmisiz? Uni ahamiyati yo'q. Dildoshimsiz, do'xtorshimsiz. Bo'ldi. Rahmat. Va mana hozir aytdingizki, bu qachon aniq bo'ladi? O'sha ruhiy yaqinlarni necha yoshda odam aniqlab oladi? Balki yoshlikda u bilinmas, keyinchalik bilinarmikan? Qaysidir aql yoshga to'lgandan keyin bilinarmikan? Shundayroq. Bu ham to'g'ri gap. Ko'p kitob o'qirsangiz, ko'p kitob o'qiganingizdan keyin tasavvuf dunyosini yaxshi bila boshlasangiz, diniy kitoblar, hadislar, Qur'onlar bilan, keyin mana bu psixologiya kitoblarini, ruhiy kitoblar, on osti kitoblarini, holatlarini o'rganganingiz sari sizni ko'zlaringiz ochiladi. Mana bizda 5 ta tuyg'umiz bor-ku. Ko'rish, tan bilish, hid bilish, eshitish va his qilish. Mana shundan tashqari siz o'sha ilmlarda birga qorishtirsangiz, tasavvuf dunyosini bilasiz. Psixologiya, ruhiy dunyoni kitoblarini o'qiyapsiz va tarixiy kitoblar o'qiyapsiz va avliyolar tarixini o'qiyapsiz. Siz shakllanasiz. Sizda o'shanda keyin 6-tuyg'u va 6 va 7-tuyg'u paydo bo'ladi. Ochiladi. Ochiladi. Buni ko'pincha 3 ko'z deyiladi, 2 qoshni o'rtasida deyiladi. Lekin o'sha 6-ko'zingiz, ko'z 6-tuyg'u nima? Siz nima demoqchi bo'lganingizni suhbatdoshingiz nima demoqchiligini bilib deysiz. Sizga bu informatsiya keladi siz. Endi buni ham egallab, yana ham nima o'zingiz ustida ishlay boshlasangiz 7-tuyg'u paydo bo'ladi. Bu eng go'zal tuyg'u bu avliyolarda, ulug' odamlarimizda, daholarimizda bo'lgan. Siz xohlagan narsani suhbatdoshingiz ayttirasiz, qildirasiz. Siz o'yingiz uni qilasan deb o'ylamaysiz. Sizdan unga informatsiya o'tadi. Siz xohlagan suv ichgisi kelib tursa, suv olib kelyapti deydi. Mana bu kiyim sizga juda yarasa kerak edi. Bir kun oldin o'ylagan rangdagi kiyimingizni olib kiyiradi. Fan tilida telepatiyaga o'xshagan bir ko'rinishi, odamlar fikri bilan fikr o'rnatish qanaqadir ko'prigi bo'ladi, ongi ostida yoki ong usti. Tushundim. Endi telepatlar ikkisi bir-biriga o'tkazadi. Shunday. Siz 7-tuyg'usi ochilgan odamda 7-da siz har qanday odamga qildirilasiz. O'tkazasiz. U o'zi bilmaydi. Tanish bo'lish ham shart emas. Yo'q, tanish bo'lish shart emas. U o'zi bilmaydi nimaga nima qilayotganini. Biz qiziq voqeani aytaymi bitta? Qisqa. Misol keltirasiz. Misol keltiraman. Izraelda bizga bordik, sayohatga bordik. Va samolyotni tekshiruvidan o'tyapmiz. Yarim tunda bitta odam tekshiryapti xolos. Men aytyapman, narigisiga ham odam kelsa edi deyapman ichimda. Dedimda, hozir kelsa kerak kelib qoladi deb o'ylab. Biz 11 kishimiz guruhlar bilan borganmiz. Keyin narigisiga bitta 1 minutdan vaqt o'tmadi. Bitta ayol shunday keldida yana menga. Biz qator 40 ta 50 ta odam turibmizda. O'tishimiz kerak. Menga bunday qilib chaqirdilar. Mamma desam, dedi. Keldim. Men aytyapman, u tushunmaydi. Men bitta o'zim emasman bular deyapman. Shunday borib o'tib ketdik. Bunaqa narsalardan
borgandan keyincha hali 11ta nimalarim, sheriklarim hayotda qolishdi-da. Nimaga atrofingizdan yaxshi odam, o'sha odam ketmayapti, ketmay qoladi. O'zi xizmatingizni ham qilaveradi. Siz aytmasangiz qiladi. Chunki uning ham ruhiyati yaqinlashib qolgan. Ruhiysi qarindosh. Ana qanday taniysiz. Siz aytmagan narsalarni qiladi. Aytganingizni hamma qilaveradi. Aytmaganingizni qiladigan odam ekan. Shuning uchun ham atrofingizda odam bo'ladi va sizni sevuvchilar ko'p bo'ladi. Bir kelgan odam qaytib ketmaydi. Ajoyib, ajoyib. Hozir bitta narsa esimga tushib ketdi. Mana biz qo'shni turamiz. Uyimiz yaqin, ha? Va hamma shoirlar yoki o'sha sizni muxlislaringiz, she'ringizni yaxshi ko'radigan insonlar endi anaqa Farida Ofroz qalb bo'lib ketib qo'yganda, o'shaning uchun mana bunaqa bo'ladi. Qalb bo'lib ketib mana shunaqa deydi, lekin oddiy gapiradi. Oson emas-ku, qalb bo'lib ketish bu qadar oson emas-ku, tirik mavjudot bo'lib turib. Keyin Telegram kanalda yangi kanal ochganman, Qalb qo'shnisi degan. Va holinki mana shu haqida so'raganda ham aytdimki, Farida opa mani qo'shnim Farida Afroz. Va qalb bo'lib ketgan deb hamma gapiradi. Men o'zim ham aytaman. Va shundan kelib chiqib Qalb qo'shnisi degan bir kanal ochildi. Unda ijod qilaman, o'sha yozganlarimni qo'yaman. Bizga ham yaxshi bo'lyapti. Shu Qalb qo'shnisiga tushunganlarimni yozaman. Qarang, shu siz aytgandek ruh bilan bog'liqligini u qadar sezmagan ekanman. Masalan, qalb bilan Qo'shni bo'lsak ham mana to'g'rilab ham 2 oylab ham ko'rishamiz. Shunaqa. Ba'zan telefonda gaplashamiz, ba'zida hatto'laga ko'rishib qolamiz. Gap o'sha yaqinlikda, tashnalikda. Biz doim tashnalikni yaxshi narsada tashnalik. Siz doim izlanasiz. Sog'inchdan yuqoritada. Yuqori bu. Yuqori. Sog'inchdan yuqori tashnalik. Tashnalikdan ham yuqori u ichikish. Endi sog'inchda tashnaligi ko'p kelsa chiqib qoladi. Aytaman-da, she'rlarim tarjima qilgandan nemis tiliga ichikish so'zini topolmadik. Unga tarjimalar aytadiki, ular ichki o'tirmaydi opa deydi. Ular boradi qo'yadi deydi, aytadi qo'yadi deydi. Ichikish nima o'zi deydi. Sog'inishmi? Yo'q, sog'inish emas. Odam sog'ingan odam kasal qilishi mumkin. Ichgan odam o'lib qoladi deyman-da. Ichgan odam. Mana ruh haqida gaplashamiz, yana bir gap ochirganda aytaman-da. Ruhiy tabiblar ham ko'payib ketdi. Ruhiy coach deb qo'yadi, ruhiy life coachlar deydi yoki ruhiy holatni ko'p taraflama izohlaydimi yoki gapiradimi yoki xuddi shunga bir yechim topib beradiganlar. Lekin siz aytayotgan narsalar o'zimizda o'tkazganimiz uchun o'zimizniki. Sizniki begona emas. Gaplaringizda begonalik yo'q. Ruhimizniki bo'lgani uchun. Ularda qanaqadir bir ilmiy yoki qanaqadir terminlar ishlatiladi. Va umuman boshqacharoq. Shunga aytmoqchiman. Ruhiy ilm o'zi qachon beriladimi o'zi yoki inson o'zidan o'tkaziladi? Shunga javob olmoqchiman sizdan. Ruh yaralibdiki, ilm ham birga yaraladi-da. Tan yaralganda tanni doktorlar yaralgan, o'xshagan davo ham dard berilgan, davo topilgan. Endi ruhshunoslarimiz ko'pligi, ko'payib ketayotgani, ular o'zlaricha gapirayotgani, o'qiyapti ko'pchiligi, izlanyapti. Bundan foydalanib bir moddiy tomonini juda ham qattiq ushlashyapti. Chunki haqqi to'lanmagan narsa u bo'ladi degan gap bor. Bu ham to'g'ri. Ularni ham oqlayman. Nima qilmayman. Lekin ular o'zlarini o'sha olgan dunyo ko'rgan ilmlarini qalbiga solib gapirishyapti-da. Bu yoqdan gapiradi. Yana nimaga ko'payib ketdi? Bilasiz, odamlarni qorni to'ydi. Biz 30 yil u yoqda, 30 yil bu yoqda yashagan odammiz-da. Tuzum bilan bir tuzumda yashayotgan. Shuning uchun odamlarda hozir ruhiy o'ziga qarash. To'xta, men kimman? Nima qilyapman buni? Tanni ehtiyojlari hammasini qilsa bo'ladigan bo'ladi. Qachonki tanang zorlab tursa, siz ruhiyat haqida o'ylanib qolasiz. O'zi hayotda uchta maktabi bor deyishadi-da. O'sha och qorin
quruq cho'ntak, singan qalb. Hmm. Uchta narsa. Uni hammasini och qorin, ocham bo'lib ko'rishingiz kerakda. Ochlik nimaligini bilishingiz kerak. Yoki bo'lmasam quruq cho'ntak, zorlik nimaligini bilish kerak. Va singan qalb. Qalbni eng yaqin odaming sindiradi. Birov sindirolmaydi. Birovga chunki javobini berasan-da, adabini berib qo'yasan, o'ziga yarasha. Lekin sen uni adabini berolmaydigan, sen unga javob qaytarolmaydigan odam joyida qalbing sinib qoladi. Aytar gaping bor, javobing bor unga, lekin uni ayaysan. Unga aytolmaysan. Seni ayamasa ham. Seni ayamasa ham ayaysan. Chunki o'shanda ko'ngling sinadi. Ishonganing. Bitta gapda kimni qadrlasang, ishonsang, uni qo'liga qurol berasan. Mard bo'lsa seni qo'riqlaydi qurol bilan. Nomard bo'lsa xohlagan paytida seni otib tashlaydi o'sha qurol bilan. Ajoyib ijtimoiy tarmoqlarda albatta bu gap shunaqa aylanadi. Hozirdan bilib turaman gaplaringizni. Hozirdan ijtimoiy tarmoqlarda qo'riqlaydi deganingizda bir xursand bo'ldimda. Otib olish xayolimga kelmabdi. Shu man juda og'ir bo'ldi, og'ir keldi shu joy. Uchliklaringizda xuddi shu gapingizni so'zlarga chiroyli qo'yganingiz borda, o'q bilan tiq egasini tanimaydi degan. Bekorga yozilmagan. Qurol egasini tanimaydi. Va yana bir narsa, hozir yana keldida, o'ylab qarasamchi, mana qalb bilan ruhdan boshqa narsani targ'ib qilmas ekansizda insonga kitoblaringizda. Mana yurtni ham ruhiy holatda tanitasiz. Onani ruhiy holatda, otani, insonni ham o'ziga o'zi masalan o'zini tanish, qorni to'yda o'zini tanishga ehtiyoj katta bo'lib qoldi. Shuning uchun ruhiy shunaqa qanaqadir ustozlar ko'payib ketdi dedingiz. O'zi dunyoda shu borda. Sizni har bitta o'sha kitoblaringizdagi va she'rlaringiz ham ruhiy taraflama tanitish ekanda. Hech bir so'z ham deya olmay qoldim. Hozir mana eshitib o'tiribsiz. So'z orqali emasdan bu ruh tili agar bo'lsa yoki ruhiy tarjima qilinadi mumkin. Biz aytyapman-ku, biz bu tana bilan tanani egasi tuproq. Chunki u qachonlar bizga tuproqni berganda va o'zini egasi olib ketadi. Olib ketadi. Ruhniki havo. Havo. Ruhniki Alloh. Ruhni Allohning nafasi bilan jonlangan. Jon kiriblik. Shuning uchun uni ham egasi olib ketadi. Siz tuproqda bo'lganingiz yaxshimi? Alloh bilan birga bo'lganingiz yaxshimi? Albatta yaratuvchi bilan birga. Shuning uchun-da biz doim ikkita jangda yashaydi. Har qanday odam jangda. Bittasi tanani jangi berib. Ikkinchi ruhiy nima qilasan, nimacha to'ymading, uxla, damingni ol, o'tog'ingga bor. U tana aytadi, kecha u meni oldimga kelmagan, to'yimga kelmadi, to'yini bermadi. Mana shunaqa narsalar bilan ikkita tomondan jang bilan yashaymiz. Endi ruhingizni rivojlantiraversangiz, siz bu narsalar sizga minginchi narsa bo'lib qoladi. U nima bo'pti? Balki vaqt bo'lmagandir. Balki imkoniyati yo'qdir degan narsalar bo'lar-da sizda. Tozalab tashlaysiz. Ruh bilan yashagan odam hamma narsani tozalab yashaydi. So'zni ham tozalaydi. Shoir so'zni tozalab yuvib ishlatadi. Yuvadigan inson bor. Shoir so'zni yuvadigan hamma ko'tarib yuradi uniki. Ruhingiz bilan qanday hamma ruhiyati bilan yashasa, ruhda nima bor? Nafs yo'q-ku, mehr bor, muhabbat bor, oqibat bor, diyonat bor, vijdon bor, iymon bor, va shunaqa ko'zga ko'rinmaydigan hayratlar bor, sevgi bor. Mana shu ko'zga ko'rinmaydi va seni quvontiradigan, seni o'zingdan chiqaradigan, seni ko'zlaringga yosh keltiradigan, seni oyog'ingni, qo'lingni harakatga keltirib choptirib oladigan kuch bor, qudrat bor. Qaysi yaxshi? Keling taroziga tortaylik. Albatta ruhiy. Mana bu tuproqqa singib ketadigan nima-yu?
bu nima birlashib ketadigan. nega rumiy samon raqslarini ko'rib biram deyrak Bir qo'li yuqorida, bir qo'li pastda. turadi. Bu haligi o'rischa qilayotgan zazimlение deydi. yerdan kuch olib, osmondan kuch olib Yerga uzatish, ya'niki. Mana shunday. Bu bekor bularda juda ham katta hikmat bor. Ana shuning uchun odam keyin yana bitta narsa bor. Ruhiy qarindosh nimaga kerak? Nimaga ruhiy qarindosh kerak? U seni kimligingni siz eslatib turadi. O'zingni o'zing. Sen quyushqondan chiqib, mana bu chiziqdan bu yoqqa qarab, tarangga qarab keta turgandek, bu yoqqa keling. Siz shoirsiz. Siz kimsiz? Siz aytgan gapingiz, so'zingiz nima, siz qurgan narsangiz, uyingiz nima deb turadi, taroziga solib. Qaytaradi. O'zligiga qaytaradi. Haqiqiy chin do'st ham shunaqa. Men chin do'stni deb bilasizmi? Haligi do'st achitib gapirar, dushman kuldirib degan gapga qo'shilmayman men. Do'sting achitmay gapirish kerak. U achitsa sizni yuragingizni yaralasa u do'st emas u. 100 yilga balki 1000 yilga bir maqolga o'zgartirish kiritib tashladingiz bir yerda suhbatda do'st achitib gapiradi. Bu 1000 yildan beri bor narsa. Lekin sizni gapingizdan keyin haqiqatda o'zini anaqasini yo'qotdi, kuchini yo'qotdi. Meni nazarimda ham nima uchun do'st bo'lar ekan deb achitib gapirar ekan. Achitmasdan gapirish, shirin qilib gapirish kerak. Kamchiligimi? Noto'g'ri qildim, shirin qilib aytish kerak. Achitmasdan, og'ritmasdan aytish kerak. Dushman shundoq ham achitib gapiradi. Dushman o'zi biladi, juda yaxshi gap bor. Qaysi tilda gapirish? Kerak bo'lsa, shunaqada bizga o'xshagan odamlar maqollar olib kelgan kerak bo'lsa buzib ham tashlaydi. Odamlar shunday bo'ladi. Davr o'zgargandan keyin maqollar ham eskiradi, iste'moldan chiqib ketadi. Noto'g'riligi bilinadi. Baravalar chiqib ketdimi, o'qlar chiqib ketdimi, hayotimizdan ular ham ketadi. Yana timsollar qoladi xolos. Demak, aravani mashinaga ko'chirasiz, o'qni so'zga ko'chirasiz, mehrga ko'chirasiz. Mehr ham juda ham katta qurol. Juda katta qurol. Atom bombasidan ham katta qurol mehr. Har qanday odamga mehr bering, dushmangizga. Shunday keladi. Yengiladi. Bugun yengilmasa ertaga yengiladi. Siz ijtimoiy tarmoqqa qadam qo'ydingiz, lekin juda kuchli gaplar bilan ijtimoiy tarmoqqa qadam qo'yganingizni aytmoqchiman. Tomoshabin, chunki bu gaplar aytilmagan ijtimoiy tarmoqda. Hamma aytgan gapni gapirib nimaga? Nima keragi bu? Hamma aytgan gapni aytsangiz ham sizdan boshqa chiqadi baribir. Yo'q, endi qarang, birovlarni vaqtini olib, o'zingni vaqtingni olib, safsasa sotganda nima keragi bor? Mana hozir endi eshitaman deysiz, yaxshi gapiryapti deysiz, boshqa joyga o'tib ketib qoladi. Siz darrov o'sha telefonni varaqlay boshlaysiz. Shunday. Bitta gapingizni odamlar minglab, millionlab odamlar eshityaptimi? Demak, o'sha narsa kam. Agar esingizda bo'lsa, Jasur Rahmon bilan suhbat qilganimizda bitta gapni aytgandim. Ota-onani farzand o'ldiradi degan fikringiz juda tarqagan. Mana necha million, bir haftada 1.600.000 prosmotr. Juda ko'tarilib ketgan. Ko'chalarda odamlar yetyapti, begonalar. Aeroportda bormi, ko'chada, bozorda bormi, shunday kelib bag'riga bosib quchoqlab, "Voy opajon, men otamni o'ldirib qo'yganman. Haligi kasal bo'laverib yoki onamni nima qildim, turmushimdan ajrashib, mana shunaqangi o'zi xohlamagan holatdagi qiyinchiliklari, betobliklari ota-onani o'ldiradi. Nimaga shunchalar ko'payib ketdi deb, nega shuncha mashhur bo'lib ketdi deb o'yladim. Demak, shunaqa odamlar juda ko'p ekan. Ko'p ekan. Ajoyib. Vaholanki ota-onani umrini uzaytiradigan ham siz bilan bu gapda ham gaplashaylik. Umrini uzaytiradigan ham bola. Yaxshi qobil bolalar ota-onani vaqtida davolaydi. Bir yilga 2 marta sihatgohlarga jo'natadi. Umra desa umraga, haj desa hajga olib boryapti.
Yaxshi gaplarini yaxshi aytadi. gaplar, yaxshi kiyimlar, har kuniga qayerdadir bir chiroyli taom yedirgani mashinasiga solib boryapti. Ona deb bir kun telefon qiladi. Ota deb birpas turib telefon qiladi. O'ziga bildirmasdan telefoniga ozgina bo'lsa pul tashlab qo'yadi. Telefoniga tasavvur qiling, o'zing juda ham boy, badavlat ota-ona. Lekin diqqatib haligi qo'ng'iroqdan qarasa, o'g'li telefoniga pul to'lab turdi. Bundan g'alati tuyg'uda bu Ajoyib. xursandchilikda Shunaqa. mayda. Biz mayda deb o'ylaydigan ehsonlardan, hayratlardan qochmasligimiz kerak. Birato'la dadamga kiyim olib beraman, onamga falon vaqtda qilay, institut bitirib olay, mana oyligim chiqsin, mana mukofotim chiqsin. Yo'q, bunday emas. Sen o'shangacha yetmasligimiz mumkin. Yoki sen yetsang, u yetmasligi mumkin. Ota-onani umrini uzaytiradigan bolalar. Buni uzoq o'ssin bolalar. Bu bolalar. Uzoq yashaydi. Ruhiyat mavzusidan o'sha mana ota-onalarga o'tdik, lekin ota-onalar va bu alohida mavzu, chunki siz hozir ruhiyat mavzuyimizni davom ettirishim kerak va bunga ham alohida bir to'xtalamiz. Ruhiy xastalik yoki ruhiy xastaxonalar bor, ya'niki shifoxonalarda bilamiz. Boshqa narsalar haqida gapirib yuradiganlar, xuddi boshqa olamga ulanib qolgandek, ba'zisini kuzatsangiz bozorda yurgandek harakati bor, ba'zisi to'yda yurgandek harakati borda, ularni tushunamiz. Lekin sizni tilingizda, sizni nazaringizda ruhiy xastalik qanaqa bo'ladi? Ular endi aytganingizdek tushunamiz, to'g'ri. Ular nochorlikdan, zo'riqishdan dunyoga keladi. Hamma narsa zo'riqdimi? Mana chiroq zo'riqsa portlaydi. G'uncha zo'riqsa ochilib ketadi. Shunga o'xshagan narsalar. Va ular o'sha shifoxonada, lekin atrofimizda ham ruhiy xastalar bormi? Siz bu haqda yaxshi, juda ham og'riqli gapni gapirdingiz. Ruhiy xastalarimiz ko'p, o'zini tushunmaganlar. Shoirlarimiz ichida ham ming afsuski, o'zini kimligini, qayerdan kelganini, qanday missiyasi borligini tushunmaydiganlarimiz ko'p. Mayli, shoirlar ichida ko'proq bilaman. Ruhiy xastalik dunyoni o'zicha qabul qilmagani, atrofini o'zicha qabul qilmagani, boricha qabul qilmagani, isyoni bor odam, isyoni bor, nega degan so'rovlari bor odam hammasi ko'p xasta. O'zini o'zi qiynaydi. Eng qiyini o'zinigina emasda atrofidagilar qiynaydi. Shunday ayollar, qancha ayollarimiz bor, ro'zg'orini, go'zal ro'zg'orini do'zaxga aylantirgan. Qancha erkaklarimiz bor, do'zax oilasiga jannatlarni ko'rsatib turganlar. Mana shu ruhiy sog'lomlik va ruhiy xastalik. Qabul qilmaslik. Qabul qilish kerak. Ayolmisa ayolligingda tur, ayolligingni qabul qilmaydi. Erkakmisa erkakligingda tur, erkakligingni qabul qil. Otamisan otaligingni qabul qil. Ona, bola. Ana shu o'zini joy-joyida tursa, ko'rasiz-ku shaxmat donasida. Joyida tursa, ular juda ham kuchli. Shunday. Boshqa katakchalarga o'tdi boshladi, jang boshlanadi. Shular mag'lub bo'ladi. Ajoyib. Demak, har doim ham xasta o'sha ruhiy shifoxonada yotganlar ruhiy xasta emas ekanda. Yetarlicha tashqarida ham, atrofimizda ham agar yaxshi tushunsa, yaxshi his qilsa, bular bor. Shunday. Ular endi chegaralardan chiqib ketganlargina kasalxonada olib boriladi. Chegaradan chiqib ketiladi. O'sha zo'riqishni juda ham portlab ketgan joyda boradi. Bular portlash nimasida hali otiladigan vulqon bo'ladiki, lop turadigan, bugun otiladimi, ertaga otiladimi, indinga otiladimi. Mana shu er-xotin munosabati ham xuddi shunday.
ruhiy holat endi ko'p o'rinlarga. Zo'riqish kim tomonidan ko'p zo'riqsa, u bir kun 10 ta bolasi bo'ladimi? 8 ta o'g'il tug'ib berganman. Ahamiyati yo'q. Bir kun portlaydi. Ruhim otiladi. Zo'riqishni pasaytirish kerak. O'shanda Bu tagi qizib ketmasligi uchun sovutib turilgandek. sovutib turilgan. O'shancha er ayolni, ayol erni ruhiyatiga tegirib turishi kerak. Go'zalligi bilan, gul bilan, yaxshi gap bilan. Endi bizni ota-bobolarimiz ayoliga gul bermagan. Bizda endi bu Yevropadan kelgan, nimalardan kelgan bo'lmaydi. O'zi gul berish kerak ayolga. Lekin bizni gul ham ayayganda, bizda gul uzilsa gul qichqirdi deganda. Hazrat nega gulni uzib kelmadingiz shogirdlarga, Yunus Emron shogirdlariga. Hammalari eng chiroyli gulni tanlab kelinglar desa, bir shogirdlari gul olib kelmadi. Nega sen gul olib kelmading desa, men gulga qo'l cho'zayotsam u qichqirdi, Allohga nola qildi. Shu odamga insof berganda. Biz hattoki shunaqangi bizni sharqning odamlari shu ilm bilan, hikmat bilan yo'g'rilgan qalb gulni ham uzolmagan. Men ham gul bersa, gulimga achinaman, ishonasizmi? Jonli gul berishadi, endi beradi, bir quchoq gullar. Voy shunaqa asrayman, u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan uzoqroq yashashiga juda ham harakat qilaman. Kechirimlar so'rayman aylanaysandan, kechirgim demoqchimanki, o'sha ruhiy yaxshi gap bilan biznikilar yaxshi gapirgan. Onasini erkalagan. Bolangizni erkalatyapsiz demak, onasini erkalatyapsiz. Sizga yaxshi qarayapti, hurmat qilyapti, demak, ovqatingizni beryapti vaqtida, sizni chiroyli kiyintiryaptimi deb shu orqali sevgisini bildirish kerak bor. Maktub yozib qo'yishga mumkin-ku. Bu aytolmaydi. Qanday go'zal maktub yozib. Bugun sizni juda ham sog'inib kutaman deb qo'ysin ayol. U kechgacha cho'ntagiga solib qo'ying. U kechgacha qachon ishim tugar ekan deb kech bo'lar ekan. O'ylaydi. Ruhning zakoti bormi? Bor. Hamma narsaning zakoti bor. O'ta narsa, zakot degani ortiqcha degani. Ortiqchani ortig'ini bor zakot. Oshirib yuborsangiz agar. Ruhiy dunyoda ham sizni juda ham qabul qilib, ko'ringki siz darajadagi odamni. Siz bir uyga masalan aytaylik shu stulga sig'yapsiz, men sig'yapman, siz sig'yapsiz. Bundan kichkinagina stol bo'lib kelsa, siz sig'yapsiz, men sig'mayman. Shunga o'xshab xalqni o'zini joylari, tokchalari, supalari, taxtlari, ro'mollari bo'ladi. Ana o'shani ortiqcha qilib yuborsangiz, albatta zakotini to'lab qo'yish kerak. Ruhiy zo'riqish haqida gaplashdikmi siz bilan? Ruhiy zo'riqish, ruhiy xastaliklar haqida gaplashdik, ruh haqida gaplashyapmiz-da. Masalan, o'zingizni tanigan holatda, o'zingizni bilgan holatda qanday ruh egasiz siz? Bu qiziq. Chunki biz shoirligingizni, ijodkorligingizni bilamiz-da va kengligingizni bilamiz. Va o'sha yuqorida hamma aytadigan qalbligingizni bilamiz-da. Va siz o'zingiz nima deb bo'lasiz? Qanday ruhiyat egasiman deb bo'lasiz? Sochimdan tirnog'im qadar ayolman. Biz qalbsiz deymiz. Demak, qalb degan ayol degan deb o'ylasak kerak-da. Qalb degan ayol degan. Chunki hech Farida Afroz desa sochidan yo tirnog'igacha ayolini eshitmaganman-da. Sochidan tirnog'igacha qalb Farida deb qo'yishadi-da. Tengqurlaringiz ham. Shunday. Ana shunday. Ayol degani qalb degan. Chunki u keyin yaraldi. Qalb qilib yaraldi. Chunki u erkakni qalbiga, yuragiga sevgi qilib yaraldi-da. Ehtiyoji tufayli yaraldi. Meni ichim qalbini berdi, nima bor Allohim? Odam ato deyapti. Aytimda nima bor? Lovullab yonyapti. Nega men yig'layapman? Mana shu yerimga marham bergin. Mana shu o'timni sovutadigan, o'timga toplanadigan
bir narsa yaratib bergan deganda. O'shancha qalb qilib yaratilgan. Qalbga qalb qo'ygan. Biz ayolni biz ona qilib oldik, xizmatkor qilib oldik, ishchi qilib oldik, har narsa qilib oldik. Ayol bugun kim emas? Ayting. Ayol bugun kim emas? Mardikor ham ayol. Endi qo'ying. Cho'ri ham ayol. Ayol aslida emas. Biz 300 yil, 500 yil avval biz ayollarni bu qadar mehnat qilmagan. Ular ayolligicha turgan. Erkaklari erkakdek turgan. Balki kambag'al yashagandir. Balki yo'q yashagan. Telefonsiz yashagan, metrolarsiz yashagan. Lekin aravasiga solib olib yurgan. Hozir benim bu o'g'il hojim. Uchinchi bu momamda endi u deymiz biz 3 marta hajga borganlar. O'sha davrda 200 yil avvalgi gapni gapiryapman. 3 marta hajga borgan. Demak, u kishining ilmi mahallada obro'lari shu qadar bo'lganki, hamma yoshlar qizlarni o'qitgan. Ulamolardan bilishgan. Ya'ni aravada borishgan u paytda. Ha, aravada, otda, eshakda, o'sha piyada bir borganlarida 11 yildan qaytishgan ekan. Shu qadar uzoq yo'l. Demoqchimanki, ayolning umri juda ham baland bo'lgan. O'shaning uchun qalb desa, siz qalb bu ayol bu qalb deb turib, shunday oddiy tilingizda. Haqiqiy ayol. O'sha ayol qanday bo'lsa, Mama Havo qanday yaralgan bo'lsa, undan keyingi ayollarimga qana nimalar berilgan bo'lsa, o'shanga itoat qilgim keladi. Ajoyib. Demak, yana bir narsani bilib qoldim. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda u kerak, bu kerak, bir nimalar kerak deb ayollarni yomon ko'rsatayotganlar ham bor. Erkaklarni yomon ko'rsatayotganlar ham bor. Agar ayol haqiqiy siz aytgandek qalb asliga qaytadigan bo'lsa, unga ko'p narsa kerak emas ekanda. Qalbga nima ham kerak bo'lishi mumkin. Aslida. Muhokamalar, munozaralar bo'lmaydi. O'zidan uzoqlashgani uchun boshqa narsalar kerak. Mana bu tana bor. Hali aytgandek, mana bu vujudni ehtiyoji nafsimiz juda kuchayib ketdi. O'zimizdan 1000 barobar katta ketdi. O'zingdan katta. O'zimiz tanamiz shu o'zi. Lekin nafsimiz juda ham katta ketdi. Ochko'zlik fazilatga aylanib nazarimda. Ochko'zlik fazilatga o'xshaydi. Ana uni qilsang, boy ham boy bo'lsang, kambag'al ham boy bo'lsang, hamma boy bo'lsang, bitta bo'lsa, 4 ta bo'lsin, 4 ta bo'lsa, 40 ta bo'lsin. Yo'q, qachonlardir to'xtash degan joyi bor-da. To'xtash. To'xtash nuqtasi. To'xtash nuqtasi bor. O'shandan ortig'i sizga yuk bor. Shuning uchun ham ortig'iga zakot berilgan. Haddidan oshmasin deb. Hisobli ham ortig'iga zakot berish kerak. Nega? Juda go'zal, juda ketganda nimadir avariya bo'ladi, nimadir kasallikka chalinadi, nimadir bo'lib o'sha zakotini beradi. Yo dunyodan yutib ketadi. Yaxshi ko'rgan, sizni husningizga oshiq bo'lganlar, sizni husningizga xaridor bo'lgan bolalaringiz, aka-ukalaringiz, opa-singillar, ularga ko'proq didoringizni ko'rsatib turasiz. Mana o'sha zakot. Yashirmaysiz-da. O'zingiz olib qochmaysiz. Ajoyib. Ruhiy bugun taraflar dasturida ruhiy savol javob bo'ldi, lekin o'zimni ruhim taskin topdi. Ruhim dam oldi. Uyqum kelgani yo'q, lekin men ruhiyatimni nimadirda va o'ylaymanki, bugun nafaqat ayollar uchun, rosa ko'pchilik uchun juda mazza qilib tinglaydigan dastur tayyorlandi ruhiyat uchun. Ilohim shunday bo'lsin. Ilohim. Qaningda ozgina bizga foydamiz tegsa. Biz eshitganlar, voy bunday yashasam bo'larkan desa. Oson juda ham ayollar oson yashash. Murakkablashtirmaylik.
Sevsangiz sevadi. Sizni sevishni xohlayotganlarni sevavering. Hmm. Mehr bergisi kelgan, mehr olmoqchi bo'lganlarni mehrni olavering. Hmm. Albatta, oyna bir kun qarang. Hmm. Hmm. Aks qonun bo'yicha. Bu praktikadan o'tgan narsa bular. Tajribada. Tajribadan o'tgan. Qalbda qarish bormi? Yo'q. Qalbda yoshi yo'q. Hmm. Jinsi yo'q, makoni yo'q, zamoni yo'q. Hmm. Yo'q. Shuning uchun ham manguda qalb. Hmm. Qalb bilan boramiz, qalb bilan qaytamiz. Hmm. Yana qaytamiz. Bir sahro kampida ikki guruh qalandarlar uchrashib qolishibdi. Darvishlar, avliyolarini yurishgan, ular oldingi zamonda to'p bo'lib, qishloq yurishgan. O'shalar uchrashib qolishibdi. Qayerdan kelyapsizlar? Birlari bilan so'rashibdi. Qalbdan deyishibdi. Sizlar qayerga ketyapsizlar desangiz, qalbga ketyapmiz deyishibdi. Ko'rdingizmi? Qalbdan baqirishgan. Mana ko'p gapiryapmiz. Biz o'rnak oladigan atrofimiz to'la o'rnak. Albatta uni hadisda o'qishimiz kerak. Yana albatta o'shani bilish kerak. Albatta qaysidir kitobdan bilib olishimiz kerak emas, atrofga qarab. Qushlarni ko'p misol kelyapti. Keyingi paytlar ko'p gapirilyapti. Qushlar ertalab cho'g'ir bo'lib turadi-da, kechqurun to'q bo'lib yana qaytishadi. Rizqlariga. Baliqlar haqida gapiradi. Ko'k it bir kunda 6 tonna baliq yer ekan. 6 tonna baliqni yaratib ko'paytirgan Alloh bor, rizq bor. Demoqchiman. Men hovlimizning o'rtasida bir 90 ga kirgan katta o'ring daraxtim bor. Shuni tagida so'rimiz bor. Naqshli, chiroyli bir so'rimiz bor. Shu yerda yotaman yozda nevaralarim bilan. Ishonsangizmi? Bir kuni shunday qarasam qorong'i. Bitta qush kelib sayradi. Aytaymanki, nahot tong yotdi, qorong'i ko'rdi, bunday qarasam tong yorishibdi. Bir chekidanda shu qadar aniq ishlaydi bu qushlar. Shu qadar daraxtlar aniq ishlaydi. 1-sentyabr kuni bunday qarasam bitta o'rik daraxtining bitta bargi chirt etib sap-sariq tushyapti. 1-sentyabr kuni. Bu qanaqangi tarozi? Mana sizga. Ilohiy qonunlar, ilohiy tarozilar. Tarozilar, ana sizga ilmlar, ana sizga ko'rgazmali qurollar, ana sizga kino, mana sizga telefonda bu. Anaqa tomoshalar. Ham tomoshani bu yoqdan qiling, qushlarga qarang, daraxtga qarang, nasiyaga qarang. Asfaltni yorib nima chiqadi? Chechak chiqadi bahorda. Asfalt uncha odam chopolmaysiz. Shunaqa. Toshni yorib chechak chiqadi. Uni orasidan giyoh o'sadi, giyohni yeydigan qurt qumursqasi ham bo'ladi. Ana sizga hammasini. Misol kerak misollar. Faqat seni o'sha ko'zing ochiq bo'lishi kerak. Haligi 6-tuyg'unga, 7-tuyg'uga ham ishlash kerak. U hammada bor. Uni hamma ishlatishi mumkin. Vaholanki faqat o'ziga ozgina qarash kerak orasida. Men deb bu qorinda o'ylamasdan 4 marta restoranga bor, bolalaringga bor. 1 marta muzeyga boring. 10 marta to'yga boring, sayohatga chiqing. Bitta qabristonga boring. Ibrat uchun-da. Ibrat uchun. Mozorlar, avliyolar mozorini ziyorat qilib qo'ying. Mana sizga. Ajoyib. Bugun ruhiyat haqida gaplashamiz dedik. Ruhiy tarbiya bo'ldi bu. Ruhiy tarbiya bo'ldi. Ruhiy bir shifo bo'ldi. Ajoyib dastur bo'ldi. Taraflar dasturida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Farida Afrus edi. Ushbu dasturni to'laligicha siz Farida Afrusni ijtimoiy tarmoqlarda YouTube va Instagram, Telegram kanallarida ko'rasiz. Xush kelibsiz dasturga. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.